Syomka. Dehqondanmi aka? Ha, dehqon o'zining nomida mana. 23 mexanikami? 23 mexanika. 35 ming yurdimi deyman? 35 ming yurgan. Mana ekan. 11200 so'rayotgan ekan. 11200 kami bor. Gentra narxlaridan videolarimizni boshladik do'stlar. O'tgan safar Rustam akadan video qilgandik. Kommentariyani o'qibdi o'zi ham Rustam akani. Egalaridan ko'rsating deb yozgani uchun hozir Rustam aka o'zini gentralarini emas, atrofdagi dehqonlarni gentralarini obzor qilib beraman dedi. Like'lar bosib qo'yinglar, kanalda mehmon bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yamiz. Bugun 23-noyabr. Rustam akani o'zi ham hozirgina videolar tugatib bo'ldik. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, chiroyli video qilishga harakat qildik. Qani ketdik. O'tgan safar mana Rustam akadan video qilgandik do'stlar. Endi bu safar ham ko'rib ketamiz. Nima gaplar Rustam aka? Assalomu alaykum Jahongir muxlislari. Biz salomlashib bo'ldik Rustam aka bilan. Bir 3-4 ta odamni birdan qo'yib yuboribsiz. Juda ko'p kommentariyalarda urush janjal bo'libdi. O qaysi biri biz so'kdinglar o'shalarni ham yozib ketinglar. Ha. Familiyasi bilan aytinglar. Keyin o'shanda ko'p o'qidim, qo'y bu olib sotarlarni dehqondan qo'y debgan gap bo'ldi. Endi shunda aka olib sotarda qimmatmi yo dehqonda qimmatmi aka? Men bir narsa demayman. Siz o'zingiz ham tirikchilikda yurgan odamsiz aka. Dehqon birinchi chiqqan vaqti qimmat aytib turadi. Ha. Taqalib kelsa berib yuboradi. Xo'p, endi dehqondan ko'ramizmi aka? Mana dehqonni mashina o'zini nomerini qo'yib ketaman mana. Sizniki emas. Meniki emas. Mana o'zining nomeri. Mexanikami aka bu? Bu Bezluk avtomat. Yili nechi? 23. 23. 23. Bezluk avtomat. Kraska 100% toza. Yurgani 50 qancha ming yurgan mana. 50200. Gaz bormi aka? Gazi bor. O'zingiz ham gapirib turing, ishonchli bo'ladi. Egasi ham mana shu nimada turibdi, hozir aytib turibdi. 3 oy tonirovka ruxsati bor ekan. Bosib yuborasizmi aka? Bu endi motorlar yuvilmagan bo'ladi-da dehqonda. Qani bir ko'raylik qani o'zi. Mana. 4-paketli Uncha yomon emas, ha. ABSlar bor. Ikkitalik ventilyator. O'zi minishiga tayyorlaganda 4 ta baloni yumshoq. Yorilgan ekan oyna. Mana salon qismlari. Endi qimmatmi bu mashina aka? Bu mana shu hozir mana shu bahosi bozorga solishtirganda shuni bahosi narmadi. Nech pul o'zi? Bu kishi 12,5 bo'lsa beraman deyapti. 12,5 bo'lsa beraman. Bozorda nech pul o'zi aka? Mana siz yuribsiz aka. Shu bozorchida ham shunday narx sotiladi. 50 ming yurganda, agar bu 20 ming, 30 ming yurganda sal qimmatroq bo'lardi. Oqlar 12800 sotilgan. 23 ta bu faqat lyuki yo'q. Bir so'rab ko'ring qani oxirgi narx qanaqa ekan? Bir 12 lar bermaydi. bermaydimi? Nech pulga berasiz oxirgi narxi? Yana 100-200 o'taman deyapti. 12,5 dan 200 o'tib beriladi yana. Mana nomeri o'zini egan. 12300 deylik. Nomeri 93lik 579 59 95. Mejigar pulti 909 edi. Ha 909 230 dollarlik pul. Pulti o'zi shuncha. Bu kishi yaxshi niyat bilan bir Xitoy mashina olaman degan ekan, shunga sotyapti. Ha. Bir bela J-Tower bir nimadir olmoqchi. Rustam aka o'zingizmi mashina? Men o'zim qo'ymayman. Ha. Dehqondan qo'y degan sizga, mana sizga qarashyapman xolos. Xolis. Xolis. Gap yo'q. Mana bu ham dehqonning mashina. Bu nechinchi yil? Bu 22 mi deyman? 22 118 ming yurgan benzinda mexanika. Gap yo'q. Kraskasi? Kraskasi toza deyapti. Kimki mashina olsa yaxshilab tekshirib olaversin. Mana. Siz Cobaltga o'tib ketdim dedingiz aka bir safar. Cobalt'im bor anarda. Cobalt olyapman faqat. Nechta bor Cobalt? Cobalt hozircha 2 ta bor. Nima demoqchisiz hozir? Ha, monitor, ha? Lenovo monitor. Egani o'zidan to'g'ri. 22 118 ming yurgan. Toza. Bozorda nech pul endi aka egasi so'rashdan oldin? 22 lar metan-petani bilan 10 ming ketyapti. 22 mexanikalar 10 mingga. Tayyorlangan chiroyli. Ha, buni so'raylik qani bo'lmasam aka? Nech pul? Nech pul tog'a ayting. Endi sen ayt, men aytmay ayting-da, men dehqondan ketyapti. Dehqondan ketyapti mana. 11 ming so'rayapmiz, kelishiladigan joyi bor. Bor ekan, 11 ming so'rayotgan ekan, kelishiladigan joyi bor. 118 ming yurgan. ABS bir qo'l hisob ma'lumot. Xo'p, telefon nomerlari. 997lik. Mana olib oling.
919 0919. Hamma yoq 9 ekan. Yana bormi aka? Mana dehqon? dehqon yana bor. Shunda ovoralik aka. Syomka. Dehqondanmi aka? Ha, dehqon o'zining nomida mana. 23 mexanikami? 23 mexanika, 35 ming yurdimi deyman? 35 ming yurgan. Mana egasi. Metan gazi ham bor. Yo'q. Kraska aka toza. Mana. Metan 4-pakaleniya, ABSlar bor. Toshkent shaharning mashinasi ekan-a? Ha. Shaharmi, oblastmi, 01 emasmi? Polik, chexol, 01 shahar. monitor. Nechi pul bozorda aka 23 mexanika? Endi holatiga qarab sotilaveradi. Mana aytsin bu yoqdan mashinadan. 11200 so'rayotgan ekan. 11200 kami bor. Bozor nima dedi aka? Bozor Narx bermadi. 94lik 623 98 ekan telefon nomerlari mana o'ziniki. 11 dan kami bor-a? yo'q, Barobar berasizmi? 23 11 mingga akani mo'ljallagan do'stlar. Mana bitta Monza bor egada. Dehqonmi aka? Ha. Ha. Aka dehqon kerak. O'sha siz uchun xizmat qilyapman atvet muxlislarga. Aha. Faqat dehqondan ol, Jahongir qo'y bu mashina purishni degani uchun olyapmiz. Gap yo'q. 23 Keling aka, mayli, sizni syomka qilmasa ham siz gapirib turing, sizni ovozingiz kerak-da bu yerda. ha, Egasi egasi syomka qilmang ekan. Tamom. 23 43 ming yurgan, kraska toza, benzin, shu to'g'rimi? to'g'ri. Yana Qalam nimalari tosh. bor qo'shimcha? Bu nechi motor aka? 5 atmosfera. Atmosferni 1.5. Shu muzikani Ha, o'shda. bo'ldi, o'shdi. Hamma narsalar ulangan. YouTube. Kraska YouTube yo'qmi? ulangan ekan. Toza. Mana kolonka dedingizmi? Kolonka. $480 Kers kolonkalar original terilgan. Kers. 480 dollarga kolonka terilgan original. Kersmi? Kers. Bu yoq endi o'zi uchun qilganda mana diska balon ko'rsatdingizmi? Redline disk. Balonga qo'yilgan redline. Ustiga ulangan. Bu trekkerning balonimi? Diskasi. Mana. Mana egasi, nechi pul deyapsiz? 16300. 16300. Qani? Ustiga qo'yilgan. O, mana usullik. Qarang. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Kam bormi 16 dan? 16300 dan kami bor. Mana nomerlarini o'zingiz nomeringizni yozamiz aka. 90lik 969 60 61 ga telefon qilasizlar. Xalq uchun ishlayapti mana Rustam aka. Xalq uchun egadan, egadan so'radimi? Yana Mana bormi bu ega? kishi syomka qildirarmikan? Ega bar ko'rib qo'ygandirsiz yana. Mana bu J2 qanaqa ekan narxi? O'sha ega syomka qilsak maylimi? Reklamaga qo'ysak maylimi? Siz o'zingizniki, tirikchilik emas. Shunday qo'yib yuboraylik nomeri bilan o'zingizga telefon qilaverasiz. Nechinchi yil? 22 qancha yurgan? 25 ming yurgan. Juda kam yurgan ekan. Gaz yo'q, ha. Kraska toza. 22 ekan, 25 ming yurgan, kraskasi top toza. Mana salon hali Porsche rullar. Amerikanka ham bormi? Benzinda ekan-a? Ha, benzin. Kraska qanaqa? Kraska top toza. Laboy gel. Ruxsati bormi? Ruxsat ham bor, ha? Qancha oy? Ha? Yanvargacha ekan. Tonirovka ruxsati. Salon tayyor ekan xullas. Monitor ham yaxshisi menimcha. Tablo osvesheniya qilingan. Ha. Porsche rul Puli endi yengilmi aka? va 4 ta yumshoq balon pashti yangi ekan. 2 oy bo'ldi. Mana. Mana kuyib ketmaganda haqiqiy 25 ming yurganda, yorilmagan. Shundan bilsa bo'ladi. Endi ko'p gulishtir qizib yuradi-ku. Ha. Bora yorilib ketaveradi, ko'p yurgan sayin. Puli nechi pul aka buni? 14300. Bo'ladiganini aytavering.
14.300 so'rayotgan ekan. Gaplashamiz, kelaversin deyapti. Nomeringizni ayting. 94lik 708 05 55. 708 05 55 ekan nomeri. Ana. Yana kim bor dehqon? Yana bormi egalarni? Egami bu Mana ham aka? Nodir tog'a savdo qilyapti mana. Ega emas. Ega Keling emas. mana. Savdo nech pul qilyapsiz? Nechinchi? Ha, Jahongir o'z. Qashqadaryo bu ham. Zemlyar. Salom. 23. Degan telefonda gaplashib qoldik. 13 13 ming so'rayapmiz, 13 Salom ming. alaykum. Ha, bu yoq nech pul deyapti? 13 ming so'rayapmiz. 13,5 ming bermadim deyapti. 23 deb aytmang-da, siz ham yolg'on gapiryapsiz. 22 ga 23 kuzov bu. Shunday deyapti-da egasi. Toppa to'g'ri, 20, lekin mashin ideal. Ne qancha yurgan? 40 ming. Kim? Aka tekshirtiring, bu odam pirabek chopadigan odam emas. Ha. To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Aka 40 mingga tortadi, mana oddiy haligidan bilsa bo'ladi, aporniga. Apornidan? Metan gazi bor ekan, 22 ga 23, 13 ming so'rayapti xaridorlar. Bermayapti. Ha, kraskasi Egasi. toza. O'rtada qancha qoldi bo'lmasam? Gentra, Iprabek, 500 dollar. kraska toza, metan gaz 4-chi, Amerikanka Fara qani? Original ekan. Aha. Original ekan. Optura stop ham original, test monitor ekan. Ha. Zadniy kamera, start stop, 907 volt, balon 4 Shuncha narsa yumshoq bor. Mana. Navorotga Gentra terilgan ekanda. Charimxo balonlari. Mana 13 ming ega so'rayapsiz. Sizlar bozorni ko'rib, keyin kelib so'rayapsizlarmi? Ana bozorni ko'rib, kelib so'rayotgan ekan. O'zingiz nima fikrdasiz? Men fikrim bu Nodir tog'a me'yoriga yetmasa bermaydi, bu kishi haligi aldab sotmaydi. Halol, haqqani halol. Halolligiga men kafolatchi bo'laman. Chunki birga qo'shni bo'lib ishlashamiz, ko'ramizda buni. Abbos akani moshinalari edi. Mana. Ega bormi yana? Ega yo'q-ku, mana bu yoq olib sotar, lekin sotib berishga berdi deyapti. Mana narxiga keladigan Ha, bo'lsa, Bisprabekmi? yo'q 1700 yurgan 22 ekan. Ha. 16,5 so'rayapti. Bisprabek emas-da u. Ha. Mana qarang, metan gaz bu, propanmi bu? Propan. Propan ekan. 4-chi pokoleniya. 4-chi pokoleniya. 2022. 22. Amerikanka Optura Xitoy. Xitoy Amerikanki. Ha. Probegi 33 ming ekan. Navorotlar Malibu Premier Bar, Malibu Premier Rule. Premier endi original deganimi shunda? Premier degani u original emas, haligi O'zbekiston. Premiernikida Ha. endi. Amerikanka Optura Stop Xitoy. Monitori yaxshimidi, ko'rdingizmi? Monitor bor edi. Tunnel datchigi bor ekan, motor защитник, Nomi ham bir narsa. balon, glans vistoyka, evakor polik, zadniy kamera, sonsa защиталар urilgan ekan oldi lobovoyga. Shumka bor. Ha, shunga Bu qanaqa aka? Buni xullas ega meni qo'lim 14 ming deb bergan bunga. Mana shu yerda zavodskoy, Chindagi zavodskoy desek. Ha. Haligini qo'yasiz, talshametrmi nima? Ha. Shpaklovka yo'q. Mana shu yerga Zavodskoyda. ha, kraska sepilmagan, lak sepilgan. Mana yer to'ldirgan. Bunaqa bor, men o'zim ham 4 ta zavodskoy defekt mashina sotganman. Zavod tomonidan-da u. Ha, masalan, ana tushirayotganda qirib oladimi, nima qiladi bilmayman. To'g'risi. Bizlarda lekin o'zim salonda ishlaganda tushirayotgan vaqti mana ko'p bakovoyni urib tushirardi shopurlar. Mana shularni almashtirib sotganmiz, o'zimiz ham salonda ishlaganman. O'shanaqa. Shunaqa gaplar bo'lmasa, ha aka? Shu endi meni atrofimda dehqon mana shular paka. O'zingizchi bir O'zim mana ikkita Cobalt bor, mana Gentralarim bor, mayli biznikini qo'ymaylik. dehqondan so'raganda. Dehqondan so'rang. Mana 24 Cobalt. Mana pisochniy stop, Mers. Mers. 24 kraska bormi yo'q? Top toza. Qancha yurdi bu? Shumkasi bor. 51.300 yurdi. Yo, tomida yo'q ekan. Ha bu.
51300 yurgan do'stlar. Ha. Puli qanaqa Puli Rustam bor. aka? 11800. 11800. Hali ham Cobalt yo Gentra deb bahslashayotganlarga nima deysiz? Endi Cobalt Gentra deb nima deb bahslashadi? Cobalt legenda deydi, bir xil Gentra legenda Men deydi. o'zim Cobalt deyuraman. Ha. Endi bu meni fikrim, boshimdan ko'p muzlarda aylansa buni Xudo asramasa professiyangiz yordam bermaydi. Asra bo'lmaydi. Men ko'p aylanganman o'zim. Ha. Gentrada eplab olsangiz bo'ladi. Eplab. Galolyotda. Bu avariya haligi situatsiyaga uncha javob bermaydi. Lekin yurishi yumshoq, rasxod kam. Yukni ko'taradi. O'sha gurjonni 1 tonna 200 yuk bilan ham tuk ketib o'tib ketadi. Gentrada bir 400 kg yuqori chuqurga tushsangiz stoykaga beraveradi, dang'illab ketadi. Men o'zim minib boshimdan o'tkazganlarni aytyapman. Bu birovning gapini gapirmayman. Birinchi Cobalt'im 830 ming probek yurganman o'zim. Faqat yuk tashiyapman. Mexanika edi. Mexanika. Faqat Hozir yana qaysi Cobalt bor sizda? mana bu bor. Buni 11800 kam bor dedingiz. Kelaversin, gaplashamiz. Bu nechinchi? Nom bersa berib yuboraveraman. Bu 20 mexanika. 20 mexanika. Ha, bu- Qo'y sigara almashtiraverasiz. Kelaversin, gaplashamiz. Gel labovoy. Metan gaz, tortish Metan paketi, gaz. ABS bor. Mana kraska ham bor. 1 2. Narigi tomon orqa eshik, orqa krilada, lekin polni tekshirsa udari yo'q. Shu mashinani salondan olib haydashni o'rgangan bu odam. Qirib surib haydagan. Shuning uchun Sumkasi kraska. bor. Ha, Malibu barni Mexanikaga avtomat turishini qo'ygan. Ha, ishlaydi, mexanikada yuradi. Puli qanaqa aka? Puli 9,5 ming bo'lsa berib yuboramiz. 9,5 ming. Yaxshi. 01. Telefon nomeringiz? 99lik 483 0740. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Gentralari ham bor ekani, telefon qilaverasizlar. Nechinchi yil qanaqa gentrangiz bor Faqat desanglar. qora gentra yo'q, sheriklardan ko'rib olib beramiz mayli. Ustasiz mashina olmanglar. Professional ustaga tekshirib olinglar, kim arzon sotyapti, kim qimmat sotyapti, kim aldayapti, kim aldamayapti, shunda bilib olasizlar. Rahmat aka ma'lumotlar uchun. Ko'rishguncha deb qolamiz keyingi videolarda. Hayır. Mana dehqondan bo'ldi. 11800.